Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Xudo xolasa sizlarga katish topib qo'yganmiz. Farg'ona shahar yana aeroportda bo'lyapti. Inshaalloh balki kelajakda oshxona qilib olsangiz bo'ladi. Holati yaxshi. Suv, gaz bor, kanalizatsiya bor. Holati yaxshi. Mahallasi zo'r, xudo xolasa. Katta darvozaxona qilsangiz bo'ladigan joy ekan, tashi qilingan. Kirish qoti baytdaman. Akalar, uyda holati deyarli odam yashamagan. 5 yildan beri odam yashamayapti. 10 qo'lda oshxona bor. Holati yaxshi. Bitta olib xudo xolasa noldan cho'tki remont qilasiz, uy cho'tki bo'ladi. Birinchi xona oshxona. Xona kirmaydi. Holati inshaalloh zo'r. Xo'p, mana birinchi xona mana. Buni bemalol 2 ga bo'lsa bo'ladi. Holati yaxshi. Romlari MDF, tada DVP, aboyli qilasiz, cho'tki qilib, eshikni injiqdan qo'yasiz. Hojatxona, hammom. Ikkinchi xona. Holati yaxshi. Uchinchi xona. Holati shunday. Yana bitta hojatxona. Holati shunday. Xo'p, akalar, uyimiz holati ko'rlaring. Egasi o'zi $70,000 deyapti. Men $68,000 qo'yaman. Yana oz-moz kami bor deyapti. Men 68 qo'yaman, o'zi 70 deyapti. Kelasizlar. 68 ko'rdi deb aytaverasizlar, men kelishib beraman. Yaxshi sekin, lekin 68,000 kami bor. Vallohu alam ko'rasizlar bu aka. Mana shu joy mana.